Assalomu alaykum. Biz kuzatib boradigan obunachilarimiz, guruhimiz a'zolari akalar, Marg'ilonda joylashgan agrotexnikalar do'konimizdan yangi videolarimizni tayyorlayapmiz akalar. Hozirgi videolarimiz xashak, somon, o't, poya, donlarni maydalash uchun universal dravelkalarimiz haqida bo'ladi. Bittadan like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga albatta chegirmalarni qilib beramiz. Manzilimiz Marg'ilon hokimiyati to'g'risida joylashgan agrotexnikalar do'koni. Birinchi o'rinda akalar, Oriol drabilkamizdan tanishtirishni boshlaymiz. Xo'p, ko'rib turgan drabilkalaring akalar aytganimdek xashak, somon, donlarni bemalol maydalab chiqarib beradi. Xo'p, Oriol firmasiga tegishli. Xo'p, bu tomonidan akalar o't mahsulotlarini, somon, poya mahsulotlarini bemalol solasizlar. Maydalangan holatini xohlasalaring tepa tomonidan ochib qo'yadigan bo'lsalaring tepa tomonini, xohlasalaring pastki tomonini ochib qo'yadigan bo'lsalaring pastki tomonidan bemalol maydalab chiqarib berish uchun mo'ljallangan setkalari bo'ladi. Bu tomonidan don mahsulotlarini solsalaring, don mahsulotlarini maydalangani pastki tomonidan chiqarib berish xususiyatiga ega. Motorlari 5x5 original motorlar bilan jihozlangan, Remion orqali ishlaydi akalar. Sifatlari juda ham zo'r qilib ishlangan. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 3 ming so'mdan do'konimizdan kelib bemalol xarid qilib ketishligi mumkin. Universalniy zavodskoy drabelkamizni. Endi ukamizga bunaqa variantlardan emas, bizga sifatli, zo'ridan, garantiyasi boridan, motorlari yaxshisidan ko'rsatgin degan akalarimizga o'zimizda Jaydadir drabelkamiz. Ko'pchilik akalarimiz bilishadi. Ishlatgan akalarimiz sifatini, motorini, qanaqa motorda chiqishini juda ham yaxshi bilishadi. Hozir bu yil o'zgarish chiqarilgan, ya'ni motorlarda voltmetrlar qo'yilgan akalar ko'rsatib turadigan, o'zida datchik qismlari qo'yilgan, motorlari yana ham takomillashgan, baquvvatroq motorlardan qilib olib kelib qo'yganmiz akalar. Guanjo drabelkamiz o't soladigan o'xir tomonlari juda ham katta qilib ishlangan hisobiga sizlarga juda ham mayda holatga olib kelib maydalab chiqarib berish uchun mo'ljallangan. Ma'lumotlarni o'qib olishlaringiz mumkin akalar. Motorlari 5x5 3000 оборотli motor, undan tashqari to'xti ko'rsatib turgan datchiklari bor. Konditsatorlar ham katta konditsatordan, vilka kabellari ham juda ham yo'g'on vilka kabellar bilan jihozlangan bo'ladi. Rama qismlari ham juda ham qalin. Listlari qancha qalin bo'ladigan bo'lsa, akalar ovoz sistemasi shuncha past holatda ishlab beradi. Ichida pichoqlarni ochib ko'rsatamiz. Komplektida 5 xil setkalari komplekt holatda beriladi. Xo'p, ko'rib turgan drabelkalarning pichog'i 1, 2, 3, 4, 5 qatorli mana original arrali pichoqlar bilan jihozlangan. O'rtasidagi pichoqlari 2 tali urib beradigan pichoqlari bor. Yonbosh tomonida alohida 3 tali pichoqlari bor. Pichoqlarini akalar shesternalari maslinli shpritsda yog'lab ishlatasizlar, juda ham yengil holatda ishlab beradi. Setkalarini mana bu yerdan bemalol chiqarib, boshqa setkalarni qo'yib turib foydalansalar ham bo'laveradi. 4 xil setkasi bor, 4 xil razmerda bemalol ishlatsalar ham bo'laveradi. Remion orqali ishlaydi. Ichki tomoniga ham paftor pichoq qo'yilgan. Bu drabelkamizning narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 4.200.000 so'm butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari bilan xudo xolasa qilib beramiz. 4.200.000 so'mga butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bilan qilib beriladi. Optim olib sotaman degan akalarimiz uchun ham optim narxlarda chiqarib beramiz. Pastda nomerlar qoldirib ketyapman. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib bo'ladigan bo'lsalar, chiroyli narxlar yetkazib qilib beramiz. Shunaqangi drabelka qidirgan tanishlarga jo'natib qo'yishni unutmaysizlar. Undan tashqari lentali, oddiy drabelka mahsulotlarimizdan ham yetib kelgan. Kimga mana qana variantidan qiziq bo'ladigan bo'lsa, yozib ketishlari mumkin. Chiroyli narxlarda qilib beriladi. Hozircha yangilarimiz shular.